2025-yilgacha sun'iy intellekt tomonidan egallab bo'lingan kasblar bor, allaqachon. Va bundan buyog'iga sekin-sekin egallanayotgan kasblar bor. Men sizga o'shalardan 3 tadan misol keltiraman. Asli bular ko'p, 3 tadan misol keltiraman. Birinchisi muharrirlik. Misol uchun sun'iy intellekt har qanday tekstni siz xohlagan darajada formal muharrir qilib tahrirlab beryapti. Ikkinchisi dizaynerlik. Xohlagan darajadagi, xohlagan industriyadagi rasmni tayyorlab beryapti. Muammo yo'q. Uchinchisi dasturlash. Dasturchi kasbi ham allaqachon egallangan. Dasturchi 4-5 yil, 10 yillab o'rganadigan narsani yozib beryapti. Endi egallanadiganlar esa birinchisi bu tarjimonlik. Xohlagan tilingizga hozir tarjima, xohlagan usulda audio, tekst farqi yo'q qilinyapti. Ikkinchisi operatorlik, mana call centerlar. Hozir banklarda, boshqa joyda odam emas, robotlar javob beryapti. Uchinchisi buxgalteriya. Buxgalteriya sohasi, mana yuridik sohalar sekin-sekin sun'iy intellekt xizmatlariga o'tyapti. Mana shu aytib o'tilgan kasblarni chuqurroq o'rgangan yaxshi yoki boshlamagan ma'qul.